Hozirgi men aytmoqchi bo'lgan rivoyatni sodir bo'lgani davr insoniyat hayotidagi eng muhtasham davrlardan biri. Odam bolasini bu yer yuzida kelib, bor bo'lib, adolat, muhabbat, insof haqidagi, mukammallik haqidagi eng baland cho'qqisi desak mubolag'a bo'lmaydi. U davr Hazrati Umarni roziyallohu anhuni xalifalik davrlari. Kunlardan bir kuni ikkita aka-uka boshqa bir odamni qo'ltiqlab, qo'llaridan ushlab Hazrati Umarni yoniga olib kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, u yigit bu ikkisini otasini tosh bilan urib o'ldirib qo'yishgan. Yigitlar uni bu qilgan ishi uchun qonun, shariat nima desa, shunday jazolanishini talab qilishyapti. Ya'ni qatl etilishini talab qilishyapti. Hazrati Umar dedilar-ki, bu gaplar rostmi? E'tirozing bormi? Yigit aytdi, hech e'tirozim yo'q. Voqea qanday bo'ldi? Voqea yigit safarda edi. Otini bir joyga qo'yib o'zi suv ichmoqchi bo'ldi va yoki boshqa. Oti boshqani xurmosini yeb boshladi. U otni o'ziga tegishli bo'lgan xurmoni yeyotganini ko'rgan bir odam u otga qaratib jahl bilan tosh otdi. Va u tosh endi u otni qayeriga tekkan bo'lsa, boshiga tekkandir. O'sha joyning o'zida u ot nima bo'ldi? Nobud bo'ldi. Yigitni yaxshi ko'rgan ot edi u. Bitta ot edi. Hayotiga bog'langan bir boshqa bir rishtasi bordirki, jahli chiqdi yigitning ham va o'sha toshni o'zini qaytarib tosh otgan odamga qarab otganda, u tosh u odamga tegdi va u odamni ham nima qildi? Nobud qildi. Voqeadan xabar topgan, otalari o'ldirilgan, tosh otib o'ldirilgan bu ikki yigit otning egasini ushlab Hazrati Umarning oldiga olib kelishdi va adolatni qaror toptirish uchun, ya'ni otalarini o'ldirgan yigitga jazo tayinlanishini talab qilib turib olishdi. Va u yigit ham, otning egasi bo'lgan yigit ham hech narsani hech bir nuqtada inkor etmayapti. Shunday bo'ldi. Menga shariat qanday jazoni ma'qul deb bilsa, men bu dunyoda mo'minman, musulmonman. Bu gunohim bilan u dunyoga, Allohning yoniga ketishni istamayman, jazolanishga tayyorman. Endi bu orada musulmonlar, o'sha paytdagi sahobalar yig'ilib kelishdi va yigit aytdi, men qarshiligim yo'q, roziman jazolanishga, boshqa aybimni ham tan olib turibman, e'tiroz bildirmayman, faqat bir muammo bor. Meni yurtimda bir yetimni moli menga omonat qilib berildi. U yetim hali kichkina bo'lgani uchun men uni haqini bir joyga ko'mib qo'yibman. Agar men hozir o'lib ketsam, bu omonat meni bo'ynimda qolib ketadi. Agar ruxsat bersangiz, Hazrati Umar, men borsam-da bu muammoni hal qilsam. 3 kun ichida qaytib kelaman. 3 kun ruxsat bersanglar bo'ldi. Hazrati Umar aytadilar-ki, buni iloji yo'q. Sen o'limga mahkum qilingan bir odamsan. Biz seni tanimasak, boshqa bir yurtga ketsang, hech bir nima yo'q seni qaytib kelishing haqida. Faqat bitta yo'li bor. Kimdir seni kafillikka olishi bu yerda. Shundagina senga ruxsat berishimiz mumkin, borib kelishing uchun dedilar. Yigit atrofga qaradi va ko'zi Abu Zar roziyallohu anhu.
va dediki, shu odam menga kafil bo'ladi. Abu Zar roziyallohu anhu qabul. Tanimaydi uni. Birinchi marta ko'rib qoldi. Yolg'on gapirayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Jazosi nima? Kelmay qolsa, o'rniga qatl qildi. Yigit ketdi yurtiga. 3 kunga ruxsat so'radi. O'sha yetimni molini beradi, qaytaman deb berib, qaytaman deb va'da qildi va ketdi. Hamma hayron. Bu voqeani bo'lganidan Umar roziyallohu anhu hayron. Bunday voqea birinchi marta sodir bo'lyapti. Ota-onasi o'ldirilgan yigitlar hayronmi? Hayron. Abu Zar roziyallohu anhu hayronmi? Hayron. Nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Mavhum. Ana o'sha payt Umar roziyallohu anhu Abu Zar roziyallohu anhuga xabar yubordi. Agar qaytib kelmasa 3 kundan men qonunda qanday bo'lsa, qanday hukm berilgan bo'lsa, uni senga amalga oshirishga majbur. Ya'ni qonun. Hamma xavotirda 3-kun keldi. Butun shahar kutyapti. Butun shahar keladi. Yolg'on aldab ketadi, aldab ketmaydi. Abu Zar boshi ketadi, ketmaydi. Hamma bu savol bilan, hammaga qiziq. Ana o'sha payt vaqt tugashiga ozgina qolganda xabar keldiki, shahar darvozasidan biri changga botib kirgan. To'zonlarning ichida shoshib, bu o'sha yigit edi. Qaytib keldi. Nima uchun qaytib keldi? Bu uchun o'lish uchun qaytib keldi. Hamma hayratda, hamma uni kelmasligiga %90 aminda, balki %99 amin, uni kelmaydi u. Chunki biz bilgan hayotda shundayda, buguna o'sha payt ham shunday bo'lganda, deyarli shunday bo'lganda kelmaydi. Lekin u keldi. Va so'rashdi, nega kelding? Chunki hayratlanishyapti. Nega bu jonni qutqarib qolish imkoniyatidan voz kechding? Qochib ketsa bo'lardi. Dediki, kelishimning sababi shuki, musulmonlarning orasida ahd va vafo qolmabdi demasliklari uchun. Va'daga vafo qolmabdi demasliklari uchun qaytib keldi. Keyin Abu Zardan so'rashibdi. Sen nimaga tanimaganingga rozi bo'lding, kafillikka o'tding? Deganda Abu Zar roziyallohu anhu aytdiki, musulmonlarning orasida ishonch qolmabdi. Bir-biriga ishonch qolmabdi. So'zni qadri qolmabdi. Demasliklari uchun tanimasam ham kafillikka o'taverdim. Bu holatni ko'rib turgan boyagi ikkita bola otasini o'ldirgani uchun jazo talab qilayotgan yigitlar biz ham voz kechdik. Ko'rinib turibdi, aybiga pushaymon bo'ldi. Qatl qilinishini istamaymiz. Ulardan so'rashdik, shuncha kundan beri oyoq tirab turuvdinglar-ku, o'ldirasanmi deb. Nimaga o'zgardinglar? Deganda yigitlar aytdiki, musulmonlar orasida marhamat qolmabdi demasinlar. Marhamatsiz bo'lib ketibdi musulmonlar, bir-biriga marhamat qilolmaydigan bo'lib qolibdi demasliklari uchun biz uni avf etdik. Bu hikoyani nega aytdik? Bu qissani. Bu yerda mana oxirgi shu 3 ta xulosa qismidagi bizga aytilgan 3 ta to'xtam
Biri ahdi vafo, ikkinchisi ishonch, uchinchisi marhamat. Buni qaysi biri bizda bor? Biz bugun atrofimizdagilarga, oilamizga, yaqinlarimizga, do'stlarimizga, taniganlarimizga va yoki tanimaganlarimizga kimga bunday muomalada sobitmiz? Ya'ni odamlarga shunday muomala qila olyapmizmi? Ahdimizga vafomiz bor. Bu faqat biz birovga bergan so'zimiz emas. Oiladagi ahdlashuvlar, odamlar o'rtasidagi muhabbat deb nom qo'yib, oila deb bir rishtalarni bog'lab, u yerda ahdlashib, u ahdlarni buzayotganlar, u ahdlarni unutayotganlar, oila degan muqaddas joyda parcha-parcha qilayotganlar. Do'stlik degan muqaddas rishtalarni buzayotganlar. Jon jigar o'rtasidagi ahdlashuvlarni unutilishi. Bularni ko'ryapmizmi? Ko'rsak munosabat bildiryapmizmi? Biz unday voqeliklarga nisbatan ichimizdagi narsa nima? Tutumimiz qanday? Reaksiyamiz qanday? Yo meni hayotimda bo'lmasa bo'ldi deb o'tib ketyapmizmi? Bir, ikkinchisi. İşonch bormi? Atrofimizdagi odamlarga ishonamizmi? Yo ular bizga ishonishadimi? Biz ishonmasak nega ishonmaymiz? Bizga ishonishmasa nega ishonishmaydi? Nima qildik biz bizga ishonmaydi? Qanday hayotda yashab kelyapmizki, bizga odamlar ishonmaydi? Nega ishonishmaydi? Birovni bizga ishonmasligini bilib yashashday og'ir narsa bormi? Bizga ishonishmaydi. Ya'ni bir ishni qilishimizga yo rostligimizga shubha bilan qarashadi. Ya'ni bu og'ir-ku. Qanday bunday yashash mumkin? Bilasiz, yoningizdagi do'stingiz sizni gaplaringizga, qilayotgan ishlaringizga shubha bilan qaraydi. Yolg'onchilikda ham ayblash mumkin. Buni bilib tinch yashash mumkinmi? O'zimizga savol berishimiz kerak bo'ladi. Agar men haqimda kimdir shunday bo'lsa, men qanday tinch yashayman? Kimdir meni yo yolg'onchi, yo nima, ya'ni ishonchsiz bir odamdek ko'rsa, men o'zimni qayerga qo'yaman? Bu dunyoning qayerida joyim bor? Va qanday qabul qilaman u joyni? Ishonmasang ishonma. Ya bu nima degan gap? Nega ishonmaysan? Nega menga ishonmaysan? Nima qildim men ishonmayman? Xiyonatmi qilganman? Aldaganman, haqingni yedim, omonatgami xiyonat qildim? Nima qildim men bu hayotda? Nega menga ishonmaysan deb so'rashimiz kerakmi? Ayt menga, men tuzatay uni. Men unaqa men ishonchsiz biri bo'lishni istamayman. Menga hamma ishonishini istayman. Menga odamlar o'ziga ishonganda ishonishini istayman. Deyishimiz kerak emasmi? Marhamatlimizmi? Kimga qachon marhamat qildik? Kimga qachon yordam uchun qo'l cho'zdik? Kimni qachon boshini siladik? Kimni qachon shunchaki eshitdik? Ya'ni bizning marhamatimiz qani? Bormi, yo'qmi? Darajasi qanaqa? Agar bizni kimdir qizg'onchiq, marhamatsiz, tor biri deb bilsa, biz bunga rozimizmi? Ham bu dunyoda, ham u dunyoda. Agar bizga bu bir ahdiga vafo qilmaydigan biri edi, ishonib bo'lmaydigan biri edi va marhamatsiz biri edi deyilishiga rozimizmi? Yelkamizdagi ikkita farishta nomai a'molimizga bizni sifatlab yozayotganda bizda u sifatlarni yozishiga rozimizmi? Hamma bu haqida o'zi alohida o'ylab ko'radi. Shunda bu eshitganlarimiz foydali bo'ladi. Muayyan tilakning ro'yobga chiqishi uchun ba'zida bir qancha shart-sharoitning bir joyda jam bo'lishi talab qilinadi.
damlar ham bo'ladiki, bir kishining kasallikdan forig' bo'lishi uchun tibbiyot 100 yilda bosib o'tgan masofani bir oyda bosib o'tishga to'g'ri keladi. Xo'sh, Alloh taolo faqatgina bir insonni deb tarozining pallalarini o'zgartiradimi? Bir bandasining muammosi hal bo'lsin deya millionlab insonlarga aloqador kashfiyotlarning yo'lini ochib qo'yadimi? Ko'plab insonlarning vafot etishiga sababchi bo'lgan kasallikning shifosi faqat o'sha odam uchungina yaratiladimi? Ha, shunday va buning iloji bor. Kun fayakun sohibi uchun shart-sharoitlarning oson qiyinligi, ro'yobga chiqish ehtimoli bor yoki yo'qligi muhim emas. Biror bir narsaning hal bo'lishi uchun imkoniyat mavjud emasligi, muammoning yechimi topilmayotganligi, masala bir qancha boshqa kishilarga ham ta'sir etishi mumkinligi, bu muammoni yechish uchun boshqa kattaroq narsalarga zarurat borligi Alloh taoloning qudrati oldida hech narsa emas. Alloh taolo uchun oson yoki qiyin, kichik yoki katta degan ta'rif yo'q. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanishga urinayotgan, hattoki qorong'ulikdan biror naf olish ustida izlanishlar olib borayotgan odam bolasi, odamlar Robbisining qudratini anglab yetish xususida afsuski tushunarsiz bir befarqlik ichida qolib ketgan. Alloh taoloning qudrati mutlaq qudratdir. Assalomu alaykum, Hunarmandskiy obunachilari. Xolasa. Shavot qiza. Bizdan eshikimizni Farsi o'yma figuradagi eshikimizda ishlab qildi. Ishni ko'rishingiz mumkin yoki ularga qurildi. Üstüne koronasi o'rnatildi. Yonbosh nalishkalarini remontdan keyin yo'llarni ishlab bergandan keyin qo'yib beriladi. Eshigimizga so'ra kelib firmasidan qaytik uslubdagi zamok o'rnatildi. Görüşünüz mümkün. İşini. Usta iş doğrusunda fikrinizi hiç aytın. İş adis, acayip. Açılıp yapılışları Yengil, dımzor. aladınız mı? Aladım. Yaxşı. Ondan layık. Lan tarafına. Adınız kim ala? Elişir. Elişir ağa. Kvadratı 950 bin so'mlik bo'lgan 8'lik koronaviret laminatdagi eshikdan ishlab berdik. Zamoklarini ham yaxshisidan, quloqlarini ham yaxshisidan, kraskalarini ham yaxshisidan berdik ham. Ko'rishingiz mumkin. Spish yoqib bo'lmaydi buni yanında. Qaytaradi sirasi. Valdirab turishini ko'ring. Обязательно lak sepiladi, kraskasini eshik yuzuna sepilmaydi. Okay. Assalomu alaykum, Hunarmandskiy ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun Shavot Bo'stona 3 dona 2 eshik, 1 dona yarım eshik mustamcha qilib berdik. Eshiklarimiz xudo xolasa yangi yilda ko'rgan bo'lsangiz kerak, 2 eshikni mustamcha qilib ketdik. Bir 2 bir yarım eshikni laminati 18lik koronaviretda kumush qilib ishlangan. Yana yapılishlari yangi yilda bo'lib ketgan eshiklarimiz bu. Yana banda bir yarması buna mengilib ketgan. Mana shu kanallar hammasi 950 ming so'm kvadrat ichida. Endi buni ham bugun 2 dona eshikni mustamcha qilib berdik. Bu yerda aytish bo'yicha ishlar yakibdi, fikrlari bizlar uchun hamisha a'lo darajada bo'lib turibdi.
üyelerini arkalı bize yine zakaz alıp oturtmuz. İşlerini bazara çıkarıp oturtmuz. Şavat Dikkan bazarda, Şavat bir bazarda pastayanını bize şöylemiz. Allah çıkarırsa pastana meydan kaldıramız. Hemmeyle rahmet, güzetip ateş yakıp durumlar. Sağ olun, selamet olun. Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'allarni kushandash ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul, pul, pul. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik.